Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun ro'parasi 9-may, juma ayom barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun 91-92 baxtli raqam YouTube egalarini birgalikda aniqlab olamiz. O'yin tartibi o'sha oddiy 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijozlar raqamini bir haftada bir marta mana shu qutisiga joylab boramiz. Va haftada bir marta ikkita baxtli raqamga, demak, ikkita maishiy texnika, ya'ni o'sha birinchisiga demak chopper, ikkinchisiga bitta xushtak choynak deymiz. Choynakni taqdim qilamiz xudo xolasa. Demak, bundan tashqari tez kunlarda Qurbon hayiti munosabati bilan biz 5-smart telefonni o'yinga qo'yganmiz. O'yin tartibi oddiy. 500 ming va undan yuqori xarid qilgan telefon raqam egalarini shu kungacha telefon raqamlarini alohida qutiga joylab qo'yamiz. Tez kunlarda xudo xolasa 5-smart telefonni taqdim qilamiz. Demak, o'yinimizni boshlaymiz. Hammaga omad. Ikkita baxtli raqamni tanlaymiz. Birinchi baxtli raqam, xudo xolasa, demak, o'ttiz uchlik 524-74-01 Dilbar xola deb yozib qo'yishibdi. 33lik 524-74-01 Dilbar xola. Demak, Dilbar xolani birinchi, demak 91-chi YouTube bilan tabriklab qolamiz. Demak, ikkinchi 90, demak 92-chi YouTube egasini aniqlab olamiz. Ikkinchi baxtli raqam, xudo xolasa, kimga nasib qiladi? 99lik 861-37-00 Azmiraxon deb qo'yishibdi. Demak, 99lik 861-37-00. Hurmatli jamoadaglar, demak, yaqinlarimiz xotirasi abadiy, ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Doimo sog', salomat bo'linglar.